Bundan 2 kun avval qo'yilgan video reelsimiz tagiga bir inson kommentariy yozgan. Kommentariyada shunday deyilganki, Zubayr va Muhammadjon meni qo'limda. Biz u inson bilan bog'landik. Instagram orqali Zubayrjon dadasi yozdi. Bilasizlarmi nima dedi? Video oxirida har bir yozishmalarni qo'yaman. Bilamizki, davlatimiz kuchli himoyalangan, bola o'g'rilari yo'q. Ammo bu insonning aytishi bo'yicha bu bola o'g'risi, undan tashqari inson ichki a'zolarini sotuvi bilan shug'ullanadigan shaxs. Biz unga davlat xodimlaridan qo'rqmaysanmi deb savol berganimizda u davlat xodimlarining orasida meni ham odamim bor, qo'lingdan kelganini qil deya javob berdi. Bu gapdan to'g'risi hayratga tushdik. Hozirda bu insonni kiberxavfsizlik, ichki ishlar qidiryapti. Azizlar, agarda mana shu profil egasini taniganlar bo'lsa yoki tanishlari bo'lsa, bizga darhol aloqaga chiqing. Ota-onalar, farzandingiz telefonda nima bilan shug'ullanayotganiga e'tiborli bo'ling. Zubayrjonni, Muhammadjonni dadasi ham hozir har bitta kommentariyadan, har bitta izohdan yoki har bitta qo'ng'iroqdan umid qilishyapti. Ularni farzand hozir yonida emas. Shuning uchun ham har xilda negativ gaplar yozib, Zubayrjonni dadasini ham, Muhammadjonni dadasini ham ko'nglini xira qilmang. Bundan tashqari, qo'lingizda aniq bir dalilingiz bo'lmasa, bola haqida ma'lumot berishga shoshilmang. Chunki siz berayotgan oddiygina bir dalil ham bolani topilishiga katta yordam beradi. Videoni tarqating, yaqinlaringizni ogohlikka chorlang. Aytgandik, obuna bo'lishni unutmang. Zero obuna bo'lishingiz bizning ahvolimiz ko'tarilishi uchun emas, bolalarni topilishi uchun yordam berishi mumkin.